Yosh xonim, janob Yoki sizni ko'rish uchun keldi. Nima Yokimi? Menga 1 daqiqa vaqt bering. Eshikni hozir ochma. Xavotirga hojat yo'q. Men sizning ayiqchangizni chetga olib qo'yganman. Sofiya! Marhamat, kiravering. Men kiryapman. Demak, bu Cecilia'ning xonasimi? Yoki meni bunday ko'rganingdan afsusdaman. Yo'q, men afsusdaman. Bu seni dam olish kuning bo'lishi kerak edi. Bu seni aybing emas edi. Yo'q, men seni charchaganingni yaxshi bilardim. Seni shu tarzda hamma yoqqa sudrab borganim noto'g'ri edi. Yaxshi, unda buni seni aybing deb hisoblaymiz. Sen tufayli dam olish kunim mutlaqo behuda ketdi. Shunday ekan, keyingi dam olish kunimda men bilan sayrga chiq, xo'pmi? Bu yana bir uchrashuvga borishga va'da edimi? Menga qo'yib ber, kecha muvaffaqiyatsizlikka uchradim, lekin bu boshqa takrorlanmaydi. Rang-barang ko'zangda kerakli barcha dam olishdan bahramand bo'l va keyingi safarimizga bo'lgan umidingni uyg'otib, sog'ayib ketadigan kuningni orzu qil. Uzr so'rayman. Yaxshimisan, Cecilia? Iltimos, baqirmang. Siz yosh xonimning ahvolini yomonlashtirasiz. Ha, yaxshi, o'zingni ehtiyot qil, Cecilia. Yoki bugun bu yerga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur. Uzr so'rayman. Kapitan, siz zaifsiz. Ovozingni o'chir.